darhol harakatga kelmak. Yoz kipla, ajab mag'dursizlanib ketdim. Kechgacha uyqum kelib turdi. Bu yozdagi mag'dursizlik emas, o'zining o'rinligida mushundaq bo'lib qolsan. Rostmi? Shuncha uzun uxlasammi, yana uyqum keladi. Shundaq ruhsiz yuriyman. Bak irodasiz kelsan, Jumo. Yoshlar degan ajdodlardan ko'proq o'rganish kerak. Demakchi bo'g'nim. Bugun men sana irodaliklar darhol harakatga kelmak degan hikoyani so'zlab beray. Jin sulolasi davrida o'tgan Zodi nihoyatda oqko'ngil ham ulug'vor g'oyaga ega kishi ekan. Ammo kichik vaqtida o'rganishga qiziqmaydigan danglash bola ekan. Zodining 18 yosh vaqti. Bir xat to'lamasam, davlatga qandoqmi javob qaytaraman? Bu orzuyim xomxiyol bo'lib qolmamdi. Men cho'qim tirishib o'rganib, oliyjanob va bilimli odam bo'laman. Cho'qim. 4-5 yildan keyin Zodi haqiqatan nurg'un bilimga ega bo'ldi. Bilimi ko'paydi. Bekzoda, tomoq yem. Mana hozir mushuni ko'rib yetibla, chiqaman. Bir qancha yildan keyin Zodi ijtihod bilan o'rganayotgan chog'larda qadinas do'sti Leokun uning bilan birga turdi ekan. Sening g'oyang nima? Mening g'oyam tirishib o'rganib, jinbagligini gullantirib, davlatga yaramliq odam bo'lish. O'xshashganmiz. Amsa ikkimiz birlikda tirishaylik. O'rningda tur. Nima bo'ldi? Yerim kechida odamni uxlag'ili qo'ymay. Xorazning yerim kechida chilishi shumlaqning bisharti deyishir ekan. Ammo bu bizga berilgan bir signal bo'lishi mumkin. Bundan keyin biz bu signalni olgan aman o'rnimizdan turib kelishmaslikni mashq qilaylik, qanday? To'g'ri aytding. Keyinlikni o'ylamasak bo'lmaydi. Zodi general bo'lib, vatanga javob qaytarish orzusini amalga oshirdi. Bu hikoya bizga utuq qozonish uchun cho'qim tirishishimiz lozimligini, tirishmaganda g'oyamizni amalga oshirolmaydiganligimizni tushuntirib beradi. Yilning beshi bahordan, kunning beshi sahardan degandek vaqtimizni hargizmi bekor o'tkazib o'tmay, bo'sh vaqtimizdan to'liq foydalanib, har bir minut vaqtni qadrlashimiz kerak. Tushundinglarmi?